Istanbulning eng arzon bozori qayerdaligini bilasizmi? Yo'q narsaning o'zi yo'q, narxlar esa ko'rib turganingizdek. Bu Fatih Chorshanba bozori. Fatih Chorshanba bozori Istanbulning eng katta va mashhur bozorlaridan biri. Har chorshanba kuni Fatih masjidi atrofida tashkil etilib, 7-8 ta katta ko'chani o'z ichiga oladi. Bu yerda 2500 dan ortiq sotuvchilar har hafta o'z mahsulotlarini taklif qiladi. Nimalar bor va narxlar qanchalik arzon? Kattalar va bolalar kiyim-kechaklarining hamma turlari, hatto brend yorliqlarini ham ko'rish mumkin. Pardoz va tozalik ashyolari va buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlari, idish-tovoqlar va tekstil mahsulotlari. Barcha mahsulotlarning narxlari savdo markazlari, supermarketlar yoki magazin narxlaridan ancha arzon. Fatih Chorshanba bozorining asosiy joylashuvini izohda yozib qoldirdik. Ish vaqti har chorshanba ertalabdan shomgacha. Darvoqe bu yerda yanada arzonroq olishning yo'li bor. Savdolashish. Har bir narsani turkcha bozor odatlariga ko'ra albatta savdolashing. Yanada qiziqarli manzillar, foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling. Yaqinlaringizga ham ulashing.